Birinchi qism. İntizarning men bilan to'y qilish to'g'risidagi o'rinsiz talablari garchi chekidan eshib ketgan bo'lsa-mu, ma'qul demay amalim yo'q edi. Kim meni uningdek o'qir ustun qizni yaxshi ko'rib, egiz shaqqa isilvasun debdikan. Aslida uning bilan to'y qilmoqim osmondagi oyni elishtimmi ta'sik to'xtaydi. To'y qilishimmi faqat bir tush edi. Lekin bu tushning tizla reallikqa aylanishini o'ylab boqmabdi ekanman. Meningdek ota-onasi yo'q, hech qanday tayanchsiz sharoit ostida shahar bo'yicha oldingi qatorda turadigan shirkatga ishga tushib, shaharlik qizlarning qurg'uniga bosib kirishmi oson emas. İntizar men ishlagan shirkatning xo'jayinining arzuliq, ahvoliq yolg'iz qizi. Men bo'lsam ota-onamdan kichik qilib, turmushning issiq sovuqlarida tovlanib, yurtdoshlarimning yordami ostida o'qishimni g'albilik tamomlab, boshqalar tushidimi arzu qiladigan shahar bo'yicha oldin qatorda turadigan bu shirkatning texnika bo'limiga ishga tushib, tugamas xizmat bismlari ostida shirkat rahbarlariga yoqishchoq bo'lib, yuqoriga o'rlash uchun barliq tirishchanligim bilan tirishayotgan odatdagi to'xtamli xizmatchi. Men bu sharoitim bilan qisqagina bir yil ichida shirkat xo'jayinining nazariga ilinib, uning arzuli qizining loyiq bo'lish oldida turganligim menga nisbatan cho'ng bir mo'jiza edi. Men intizorni tunji qitim shirkatga praktikaga tushgan vaqtimda shirkatning oldida hashamatlik tulpar markalik mashinadan tushayotgan chog'da ko'rgan edim. U ismi jismiga loyiq sohib jamol bo'lib, uni bir ko'rgan har qanday odam ixtiyorsiz yana bir qitim ko'rishni orzu qiladi. U shu kunisi tizini yopadigan uzun ko'ylak kiygan bo'lib, putiga atranglik turpaypoq tatgan. Sochlarini kalt yasitib, sus kirim qilib olgan edi. Gerçi u halliq oilaning qizi bo'lsa-mu, shundoq tabiiy, yarishimliq kiyingan bo'lib, badan go'zalligini to'liq namoyon qilgan edi. Shu vaqtda o'zimni bilmay uning go'zal ruxsariga maftun bo'lib, o'zimning shirkatning tanlash imtihonisiga qatnashqil kelganligimni unutib qolibdiman. Men azaldan mushkamgacha bir qiz bolaning qo'lining uchini tutib baqqan emas. Balkim to'liqsizda o'qiyotgan chog'larim bo'lsa kerak. Mahalladagi do'stlarim va savodoshlarim o'zining tunji yigitligi bilan mahallada taxiy qo'g'lab yurib, xo'shish bo'lgan edi. Hatto menimi necha qitim qiziqtirib, bu ishlarga da'vat qilgan bo'lsa-mu, buni bir xil yomon ish deb o'ylab, undaq ishlarga yaqin yo'limga edim. O'ttir texnikumga qabul qilingandan keyinmi, o'qish bitirgicha 3 yil bo'lgan oraliqda bir qitimmi bir qiz bolaga ko'z tashlab baqqan yerimni uqmayman. To'g'ri emasmi? Ko'nlarning yetimga yo'talning nima ishi degan gapi bor. Mendek yanchiqida 4 tanga pulning tayini yo'q tijimalni qizlar qanot so'risin deb kim qo'yibdi? Aç qizlargami pul xajlamsak kaynimizdan mangmas. Uning ustiga men haftaning oxiri dam olish kunlarim qurilish o'rinlariga berib, kunlik ishlab, haftalik turmushimni aran qamdab ketyapsam. Qizlar xajlaydiganga nadiki pul? Mana hozir 20 yoshdan halqib 25 yoshga qadam qo'ydim. Balkim boshqalar mening bo'zi ekanligimni anglashsizanlik qilib ishonmasligi mumkin. Ras, men haqiqatan bo'zi yigit. Undaq desam, senda cho'qim masala bor ekan deb o'ylab qolmanglar. Chunki menmi atrofimdagilar bilan o'xshashli normal odam. Menmi yot jinslarga intilaman. Har qitim intizor shirkatga kelgan vaqtida qo'lim ishqa bormay toki u qaytib ketgicha orliqda xuddi bazmargan mushukdek ko'zlarim uningda edi. Menga bir qayrilib qarab qo'ydimi, bo'ldi. O'zimni yo'qotib qo'yatdim. Lekin uning ko'zlari bilan uchrashib qilishdan qo'rqaytdim. Qisqasi, uni yaxshi ko'rib turibmi, ko'nglimni izhor qilolmaydim. Bu hargizmi o'zimga ishonmaganligim emas. Chunki mendami qizlar havas qilgudek 1.90 lik bo'ybastim bilan bug'doy o'ng teram, budirga mayil chochlarimni qo'shilib qop-qora qo'shimi qoshlarim, ham qo'y ko'zlarim, amdil xatta atgan soqol burtlarim birli ko'rgan odamning tezla esida qoladi. Menga ko'ngli sarqig'anlar bo'lgan.
lekin ular mening tanlash obyektim bo'lanmaydi. Mana, mening qarish tarafimdagi Raziyami meni ko'z qildigan qiliq topolmay qoladi. Bu bir yil ichida shirkatdagilarning hammasi mening intizorni g'oyibona yaxshi ko'rayotganligimni bilib bo'lgan edi. Ya'ni kelib bu gaplar qaysi bir aloqaning yetkazishi bilan shirkat liderining qulqiga yetib bo'lgan edi. Bu bir yil ichida shirkatda ig'izga og'dek biror to'pi yaratolmasammi, har holda butun kuchimni chiqarib kelayotganligimni umi bildigandi. Ya'ni kelib men kayib qilmayman. Kunlik turmushim nihoyat ratlik. O'zimning kiyinishimga alohida diqqat qilaman. Har qanday ommaviy so'rin va yoki ziyofatlarda bo'lsin, kostyum kiyib, galasi taqib yurishga odatlangan. Balkim bu aloyidliklarimga boshqalarmi diqqat qilgan bo'lsa kerak. Necha kunning oldida shirkatning ayol kotibi Tursun Ay meni izlab keldi. Yaxshimisiz, Ziya? Bugun kechda Xushnova tamoqxonasida meni saqlab turing. Siz bilan deyishadigan ba'zi bir ishlar bor edi. Cho'qim kelmay qolmangizmi? U shundoq degunicha mening javobimni kutmasdan xuddi makit qo'yning quyruqidek kassasini to'lg'ab minib ishxonasiga kirib ketdi. Garchi bu ayol 30 necha yoshning qarisini ilib qolgan bo'lsa-mu, xuddi rasida bo'lgan qizlardek badan go'zalligini yo'qotmagan hayotlik kuchi urg'ib turadi. Uning doim xizmat vaqtida kiydigan qora rangli kostyum bilan tizining ustiga keltirib oppoq yotlarini ko'zitib kiyib olgan yopkisi uning go'zalligiga boshqacha husn qo'shib turadi. Men shu kuni kech bo'g'icha uning meni nimaga izdiganligining tagiga yetolmay tingirqab yurdim. Uning ustiga bu ayol to'yqibla yarim yil bo'lmay ajrashib ketgan bo'lib, texicha bo'ytaq yurayotdi. U to'g'riliq ba'zi bir xiyollarni qilmadim desam yolg'on bo'ladi. Chunki menmi normal bir o'g'il bola-da. Bugun uning men bilan kech ko'rishadiganga cho'qim bir maqsadi bor. Balkim men bilan yiliqidek ishlarni shu xiyollarni qilib o'tib, uni ko'z oldimga keltirib, ixtiyorsiz kulib etdim. Ziya, ajab kulib ketdingiz-ku? Shundoq kulgidek bir ish bo'ldimi? Hey, yo'q. Hech bo'lmadi. Bir qiziqarliq ish esimga kelib qilib, shu dedim, gapimni topolmay, mening ko'zimga tikilib turgan Raziyaga qarab. U xuddi mening xiyolimni bilib olgandek chiroyim qizirib ketdi. Shundoqmi? Qaraganda yaxshi emasligi qizirib turgan chiroyingizdan chiqib turdi. Zodi qanday ish bor edi? Menga deb bering. Dedi u sho'xlik qilib. Men nima deb javob berishimni bilmay, taqvogan galastukimdek qizarg'inimcha tazliq uyiga kirib ketdim. Ishdan tushibla vaqtliq ijara olib o'ltirayotgan uyimga kirib, yuyingandan keyin o'zim yoqtiradigan kulrang kostyum burilkamga chilanrang galastukni maslashtirib taqab, xurum ayg'imni o'zimning aksini ko'gida qilib maylab, aynakka qarab yasinishimdan to'liq rozi bo'lgandan keyin Tursunay xonim bilan ko'rishishga deyishib qo'ygan oshxonaga qarab yo'l oldim. Bu ayolning men bilan ko'rishmoqchi bo'lganida ma'lum maqsadi bor qiladi. Chunki uning ko'rishishga o'rinlashtirgan yeri shaharning chetiga joylashgan muzikalik tez tomoqxona bo'lib, kichkina apchil ayrimxonlari bir juftlarning tomoq yeyishga ko'ngilizar qilishib o'ltirishiga bakmi muvofiq keladi. Balkim men Tursunaydan burun kelib olgan bo'lsam kerak. Zaldagi bir ustalda choy ichib o'ltirishim ayol bo'lmayla Tursunay kirib keldi. U yo'tisidan salla tushib turadigan shaptilchi ichki rangda o'ymayoqliq badaniga ixcham kelgan gullik ko'ynak kiyib olgan bo'lib, oppoq ko'ksining yerimi mana men deb chiqib turadi. Maydisiga isib olgan oltin zanjir bo'lsa, ko'ksining o'ttirsidagi hosil bo'lgan iriqchini yoqtirib qolgandek shu yerda chaplashib turadi. Xuddi qashishidek paqirab turgan oppoq uzun pochqiga atranglik nipis paypoq bilan oq ranglik igiz pochliq oyoq kiyib olgan bo'lib, bir ko'rgan odam uni hargiz to'y qilib ajrashgan deb o'ylamaydi. U oshxonaga kirib kelishi bilan tamoq yeyotgan bir necha er kishi uningdan ko'zini uzolmayli qoldi. Hatto men o'zimga qiyosan ba'sammi, necha vaqtdan beri shirkatda ishlab turib, uning bunchalar jalbkor ekanligini sezmabdi ekanman desa, bugun uning yasinishi aniqla meni bir ozdirish bo'lmay nima? Qaraganda, bugun men yigitlikim bilan xo'shlashadigandak hissiyotga kelib qoldim. Shundoq bo'lsa nima bo'pti?
Menmi bir normal erkek tutsam. Tursun ay salning ichiga biroq bir ko'z yugurtgandan keyin men ko'z isharasi qilib qo'yib, ish tarafdagi ayrimxonaga qarab mangdi. Menmi o'rnimdan turib, uning keyindan ergashdim. U xuddi meni ko'rsin degandek kassasini ikki taraf to'lg'ab mang'atgandek qiladi. Ishig qarab qiyirmikin dema, chivin chaqsa harmikin dema degandek uning yinda o'zini chinib qolgandek his qilib qoldim. Ayrimxonaga kirib bo'lguncha orliqda uyoq bu yoqqa o'tishib turgan necha er kishining uningga ochko'zlik bilan qaraganligini ko'rib, mag'rurlarcha maydamni tik tutib, uning keyindan ayrimxonaga kirib ketdim. U ustivishimga bir qur nazar solgandan keyin rozimanlik bilan beshini lang'ishitib qo'yib, o'ltirishga taklif qildi. Va keynimizdilla tapandab choy ilib kirgan simiz o'rdakdek ig'anishib mangdigan mulozim qizga tomoq buyurtib qo'yib, qarish tarafimga kelib o'ltirdi. Uning man qarashlaridan xijil bo'lib, ko'zimni boshqa yoqqa ilib qochib, ayrimxonaning ichiga ko'z yugurtdim. Bu ayrimxona garchi kichik bo'lsa-mu, hamma narsa o'z joyida ratlik o'rlashtirilgan edi. Udul tarafdagi tomga nepiz ekranli televizordan birisi esilgan bo'lib, yendiki tomga kichik tipdagi havo tangshigich o'rlashtirilgan edi. Nimishqikin uyning havosi shundoq salqin bo'lsa-mu, men ich-ichimdan qizib, tarlab ketib boratdim. Mijozingiz yo'qmi, nima? Tarlab ketibsiz. Chapaningizni menga bering. Asqiga ep qo'yay. U aylanib yenimga kelib, uning badanidan chiqayotgan mizlik atir-puroqlari meni o'ziga maftun qilib oldi. Qaraganda bu ayol yiliqidek atir ishlatgan o'xshamamdi. Dedim ichimda. Kimdandir birsidan anglagan ishlar esimga kelib qoldi. U yoqdan deb berishcha, odamlarning nervsini g'idiqlab, yotchinisqa talpintiradigan ashundoq bir atirning borligini, uning purqini purgan odam shu odamga maftun bo'lib, o'zini kontrol qilolmaydiganligini aytgan edi. Menga nimanda qaraysiz ya? Menga keyif qolmagansiz, a? Uning jononchindak jaranglagan tatlı kulkisidan esimga kelib, deydigan gapimni topolmay, yana bo'yin quloqlarimga qizirib ketdim. Bu chaqda u mening ustimdagi chaponni soldirib, kiyim asqiga isib bo'lgan edi. Shu sizga ko'p rahmat. Men shu Bo'ldi, takalluf qilmang Ziya. Ikkimiz degan xizmatdosh tursak, bunchalik ishlarga rahmat deyish ketamdi. Amaliyotda necha vaqtdan men sizni xeyli ko'zitib kelyapman. Jiddiylashmang. Qani, choy ichib oling. Dedi u mening jiddiylashib ketayotgan turqimga qarab, bir piyola choyni menga sunib. Men rahmat deganimcha uning qo'lidagi choyni ilib, gupli qilib ko'tirib, qaynoq choyning ig'zimni ko'ydirishi bilan qo'limdagi piyolani tashlab o'tib choyni puqib etdim. Ilmu ta'limga u yenimda bo'lg'achqa purqib etgan choy uningga chachrimidi. Mening bu holatimni ko'rgan Tursunay kulib yiqilib qog'ili tasli qoldi. Hay Ziya. Odamning bekla amroqligini keltirsiz jimi? Lekin hay esat. U shundoq degunicha gapini to'xtatib oldi. Chiroyidan bo'lsa ma'yuslik ifodasi chiqib turadi. Men chunqur nafas ilib, o'zimni to'xtatib, jiddiylashishim bisiqqandan keyin uningdan so'radim. Xo'sh, Tursunayada, gapingizning oxirisini aytmadingizmi? Bira ish pishqingiz bormi qandoq? Bo'ldi qiling Ziya. Tayinli qada deb chaqirg'icha cho'ng oppa deb chaqiring, a? Gerçi men bir to'y qilib ajrashgan bo'lsam-mi, ni to'y qilmagan qizlarni o'zimga tan qilmayman. Hay, sizdan bir gapni so'rab baqay. Shirkatda ba'zi qizlarning eg'isini anglayman. Ular sizni bo'z yigit deydi. Rost shundaqmi? Siz mushu kamgacha yigitligingizni saqlab keldingizmi? Men qo'y ishonmadim. Hozir bu jamiyatda undaq yigit yo'qmikin deb o'ylayman. Dedi u mening ham yerimga ko'z yugurtib. Chunki menda normal o'zgarish bo'layotdi. Men uning gapini anglab, qayta boshdan xijilchanlikdan yuzlarim qizirib ketdi.
Qaraganda rostganda? Dağa, siz shundoq jurasizmi yoki normal emasmi? Asli sizdek yoshdagi yigitlar mushu yoshgacha yigitlikini saqlab kelsa, haqiqatan hayron qolarlik ishchimi? U bu gaplarni qilib bo'g'icha orliqda mening ham yerimga bir necha qitim ko'z yugurtib chiqdi.